Do'stlar, bu hozir issiq suv, bu sovuq suv. Biz hozir sovuq suvdan choynakni to'ldirib olamiz. Mana, to'ldirdik. Do'stlar, sizlarga aniq ma'lumot uchun aytmoqchiman, bugun sananing 9-sentyabri. Va biz sovuq suvimizni oldik. Bu quyosh to'g'ridan-to'g'ri bizni uskunamizga tushib turibdi va biz choynakni qaynatib choy ichmoqchimiz. Hozir soatga qaraymiz. Soatimiz 12:36 ni ko'rsatmoqda. Biz bo'lsa choynagimizni qo'ydik. Choyimiz qaynadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Biz hozir faqat sinab ko'ryapmiz. Bu orqali siz birgina quyosh orqali elektr energiyani va gazni tejab qolishingiz mumkin. Shu bilan birga daraxtlarning kesilishi va o'simliklarning yo'qolib ketishini ham oldini olgan bo'lishingiz mumkin.